Kelin poshsha bugun bir suyoqat ichaylik deyishganda, xayolingizga faqat mastava bilan moshxo'rda keladimi? Eng shohona suyoqat aynan shu. Yoz mavsumi esa bu taomsiz o'tmasligi kerak. Rayhon qatuli bilan uyg'unlashadi. Bir dona piyoz va bir dona kartoshkani to'g'rab olamiz. Kartoshkani mastavadan sal kattaroq qilib to'g'raymiz. Qozonimizga bir cho'mich yog' va unga to'g'ralgan piyozlarni solamiz. Piyoz tillarang tusga kirganda qiymani solib qovurishda davom etamiz. Qiymani suvlari chiqib yaxshilab qovurilganda kartoshkani qo'shamiz. Pomidor va chesnok taomga yana ham xushxo'r iforini beradi. Suyoqatning shirali chiqishi esa aynan shu qovurilishiga bog'liq. Yaxshilab qovurasiz. Bir osh qoshiq qizartirish uchun tamat va aynan go'ja uchun shunaqa donli mahsulotlar sotiladi. Bug'doy va 2 xil jo'xori aralashgan bo'ladi. Uni solib yana qovurishda davom etamiz. Suvni miqdorini sal ko'proq qo'shasizlar. Uzoq qaynab jo'xorli xil pishishini hisobga olasizlar. Qaynab chiqqandan keyin tegini past qilib 2 soat miltillatib qaynatamiz. Ishoninglar, pishmasidan bundan chiqayotgan ifor ishtahanglarni qitiqlaydi. Tuz namagini to'g'irlab dasturxonga chiroyli qilib tortamiz. Oldida esa muzdek qatig'i bo'lishi shart. Yoqimli ishtaha bu taom uchun yurechani qizartirib qo'ymasangiz bo'lmaydi.